Bunaqa issiq kunda любой narsani achib qolish ehtimoli katta. O'shanga yeyishga ulgurmagan achib qolgan qaymoqlarimdan sinabon qilib yubordim. Sut, qaymoq, ozgina 2 qoshiq mayonez solib ilitib olamiz. Tuz, shakar, dro'jji solib ipir-ipir bo'lguncha jitroga olib qo'yamiz. Shunaqa aparali massaga tuxum, shakar solib aralashtirib olib, 2 qoshiq mak solib un elab qo'lga ozgina yopishadigan yumshoq xamir qorib olamiz. Xamirimizni 1 soatga uyingizda bor sochiq yuzga o'rab issiq holatda oshirib olamiz. Xamir yaxshi oshmasa, ichi pishmay qoladi. Bu narsa boshimdan o'tgan. Oshgan xamirimizni stolda ozgina un bilan yoyib olib, keyin juvada yaxshilab yoyib chiqamiz. Xona haroratida erigan saryog'imizni surib, shakar bilan koritsa aralashmasini hamma joyga birdek sepib chiqamiz. Iloji boricha zijro qilib rulet qilib o'rab, oxirini qo'lda chimchilab yopishtirib chiqamiz. Pichoqda mas ipda o'rtacha kattalikda kesib chiqamiz. Hammasini orasini ochib biror listga taxlab, yana yarim soat oshirib olamiz. Videodagi mehmonimizga ahamiyat bermay, u ham kadrga tushmoqchi shekil. Yarim soat turgandan keyin 170 gradusda 25 minut pishirib olamiz. Issiqligida ozgina yarim qoshiqdan zgushanka surib olsangiz bo'ldi. Dodamda 2 kishi bittasiga to'yadigan sinabonimiz tayyor. Shunaqa yumshoq chiqqan mazasiga gap bo'lishi ham mumkin. Masla ham qilib ko'ringlar, yoqimli ishtaha.